foydalanib o'tirishmasin. Mana shu videoga maksimal like bosing va hamma yaqinlarga tarqating, hammani ogohlantirib qo'yaylik do'stlar. Uyda nima saqlayotganini bilib olishsin. Mana haqiqiy eng xavfli bomba do'stlar. Agar uyingizda mana shunaqa pechka bormi, sraz otib yuboring buni. Bu portlasa shunaqa yomon portlaydi. Ariston ham, metan ham buni oldida hech narsa emas. Buning ichida yog'i bor. Agarda portlaydigan bo'lsa, uyda necha kishi bo'lsa, qovurib tashlaydi do'stlar. Qizib turgan yog'ga go'sht solsangiz qanaqa qovuriladi? Xuddi shunaqa odamni ham qovurib tashlaydi. Buni sraz otib olish kerak. O'rniga oddiy pechka qo'ying yoki bo'lmasa kondisioner yoki kotyol bo'lsa kotyol qo'ying, sharoitga qarab qo'yavering. Bunaqa pechdan umuman foydalanmang va sotib olmang do'stlar. Juda ham xavfli do'stlar. Hozirgi kunda qish paytida juda ham ko'paygan mana shunaqa pechlardan foydalanish. Hozirda portlash holatlari kuzatilyapti. Tiklab bo'lmaydigan darajada kuydirib tashlayapti odamlarni. Bitta kishini eshitdim, 8 marta operatsiya bo'lgan, lekin umuman yuzini to'g'rilab bo'lmayapti. Yog' shunaqa sachraydi xona bo'ylab. Xonada necha kishi bo'lsa, hammasini qovurib kuydirib tashlaydi do'stlar. Juda ham xavfli bomba bilan teng ekan bu. Shuning uchun bunaqa pechlardan umuman foydalanmang va yaqinlarga hammaga tarqatib qo'ying bu